Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalar salomatmisizlar? Qadrdonlar, bugun tesha bilan ishimiz bo'lmaydi. Bugun mana bunaqa setka bilan asallardan qo'rqadiganlarga mana setka chiqarilgan. Aran chaqmaslik uchun. Xullas tushungan bo'lsalaringiz, asallar haqida bugun video ishlaymiz. Ya'ni avvallari ham video qo'yib borgan bo'lsam, asallar haqida ora-chora qo'yib berardim. Yovvoyi sharoitda yashaydigan holatlari, o'zimizni xonaki qanaqa qilib boqilayotgani, qishdagi holati, yozdagi holatlarni ko'rsatgan edim. Shu paytda kommentariyalarga yozgan odamlar asallarni sotasizlarmi, qachon sotasizlar degan savollarga javob, xudo xolasa. Bu yil mana ob-havolarimiz zo'r keldi. Xudo xolasa asallarlarda ahvoli ham yaxshi. Mana yerda mana asallarimiz ham bo'lib turibdi. Albatta bu sotuvga tayyor holatda. Qadrdonlar, xudo xolasa asallar haqida imkon qadar ma'lumot beramiz. Odamni harorati bilan bir xil temperaturada yashaydi. Kerak bo'lsa tuxumni o'sha asallarni xonasiga qo'yadigan bo'lsangiz, inkubatsiya vazifasini ham bajaradi. Tuxumni o'sha jo'ja bo'lib ochilishidan avvalroq olib, lampochkani tagiga qo'yib, bemalol jo'ja ochilishidan mumkin. Buni albatta erkagi ham, ayoli ham bor. Mana bo'lib chaqib ham oladi ba'zida. Xullas, peshanamni chaqib oldi. Erkagi ham, ayoli ham bor. Mana unaqa yomon hidlarni yoqtirmaydi. Yomon hid deganda hali unaqa axlatlarda hid emas. Bunga o'zini yoqtirmagan hidlari, har xil atirlar, atir sovun, shunga o'xshagan narsalar ham yoqtirmaydi. Men ham xuddi shunday bu yerga kelishdan bexabar shu hidli sovundan foydalanganim uchun mana peshanani chaqib oldi. Xo'p, jicha oldim, men bo'ynimga chaqib olgan edim. Xo'p, qadrdonlar, asalarini bitta onasi tuxum qo'yadi xolos. O'sha bitta yashidi ichida 2 bo'lim bo'lsa, deylik, yo bo'lmasa butunicha bo'lsa, bitta oilani ichida bitta onasi tuxum qo'yadi. Qolgan hech qaysi tuxum qo'ymaydi. Urg'ochi arisi ham mehnat qilib yashaydi, erkak arisi ham ovqat yeb yashaydi, lekin tuxum qo'yishmaydi bular. Faqat ona ari tuxum qo'yadi. Ona arini umri 3-4 yilgacha yashashi mumkin, balki undan ko'p ham yashar. Lekin asosiy rezultat beradigan yillari 1 yosh bilan 2 yoshda orasida. Masalan, yangi tug'ilgan ona bilan 1 yil yashab, keyingi yilga o'tgan ona yaxshi rezultat beradi. Bu uzoq yil yashagan sari tuxum qo'yishini sifati buziladi, asallarning asal tosh sifati buziladi. Shuning uchun 1-2 yoshli ari rezultati yaxshi. Qadrdonlar, hozir asallar haqida ozgina savollar berib, tog'amdan ma'lumot olamiz, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Yana nimanidir aytmoqchi edim. Hali arilar uchgan yo'q. Hali uchib qochib ketadiganlar haqida, xudo xolasa, arilar uchib qochayotgan paytda yana video ishlaymiz. Bugun asallarning holati bilan narxlari qanaqaligi haqida ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum tog'u. Va alaykum assalom. Kelinglar. Olyapsizmi? Ha, olyapmiz. Bittaringizga rozi bo'lasiz, peshanadan urib qo'ydi. Mayli, rozimiz. Shifo bo'lsin. Salomat bo'lsin. Endi salomat bo'lsin desam, ari chaqqandan keyin o'lib qoladi-da. Mana ninasi. Xullas o'ldi. Chaqmodan salomat bo'lsin. Mayli, u turishi foyda. Asalarini ninasidan tortib asaligacha hamma yo'g'i foyda. Propolislari-yu, momlarigacha. Tog'a arining ahvoli qalay bu yil? Ari xudo xolasa bu yil juda zo'r o'sdi. Mana hozir 5 ta, 6 ta, oldi 7 ta ramkada o'tiribdi. Shu 5 ta ramkada o'tirganlarda hammasida past tuxumi bor. Oxirgi qo'yganimizda ovqatli deb qo'yganimizga ham tuxum durishni boshladi. Ana. Ilohim barakasini bersin. Bu yil havo yaxshi keldi. Yaxshi havo kelmagan yili nihoyatda zo'r keldi. Ayniqsa o'rik gulida juda bir chaman havo bo'lib, asallarni ham mana ancha bosib qo'ygan mana. Ana, splashnoy. Mana etlarda mana asal, mana shular hammasi o'rik asali. Pasi tuxum, tebasi asal bilmaganlar uchun. Mana. Ma bo'rtib turganlar erkak tuxum. Bu ham nimadandir darak. Ko'payishdan darak. Ko'payib ketyapmiz. Yangi onalar urug'lanish kerak deb. Mana qo'yilgan tuxumi mana. Oxirigacha splashnoy qo'yilgan. Mana bu ham bittasi bo'lsa, mana u ikkinchisi mana. Manasi ham xuddi shunaqa. Mana. Juda go'zal, juda. Mana. Bu qaysi sort tog'a? Mana imенно shu ari. Masha ari karniki. Sizda necha xil bor sorti? Hozir 3 xil bor. Karnika, Karpat ozrog'u, Bakfis bor. 3 turi bor. 3 turi bor. U ham qanchadir chatishgan, ha? Bakfis ham ozroq. Shu bir-biriga chatishsa yaxshi bo'larmikin degan niyatda qo'shilgan. Xo'p, tog'a, bu yil nechta ari sotamiz?
Xudo nasib qilsa 100 tani tepasida sotamiz. Ha, 100 ta bilan 200 ta orasida deng. 100 ta bilan 200 ta orasida sotiladi. Xudo xolasa. Xudo Buni nasib narxlari chiqdimi tog'a? Narxlar Xudo nasib qilsa chiqdi. Ha, qanchadan sotamiz bu yil? 420 dan agar mana arni holati. Arni holati. Ha. Ko'rib olaveradi. Bitta bu bas mana shuni ham ochib ko'rsatishimiz mumkin. Tepasidan ham asalarichilar o'zi sirasi bilib olaveradi. Ha. Holatni qanaqaligini. Mana tepasiga ishlab olyapti. Bu hozir o'rtacha semyani ko'rsatilyapti. Zo'rini ko'rsatilgani yo'q. Mana shu ham o'rtacha kuchli semya. Hozir o'sha mana bunisini ham ko'rsataveramiz mana. Ko'rsat. Mana. Hozir tog'a yana savolda. Ha. Ko'pchilik endi bilmaganlar uchun 420 ming so'mdan qaysi holatdagisi 3 ta tuxum bitta bo'shramka? Paket holati. Aha. 3 ta tuxum, bitta bo'shramka. bitta nima? Ovqatli romka. Ovqatli romka. Ha. Asalli romka. Asalli. Shu holati 420 ming so'm. 420 ming so'm. Agar qadrdonlar, menimcha boshqa joylarga dastavkasi bo'lsa, u kelishilinadi narxi. Ha, unisi kelishiladi. Narxi bu. Bu shetdagi olib kelib ketadigan narxlari. Ha. Xo'p, qadrdonlar, men ham romkani olib ko'rsatardim, guvoh bo'ldilaring, asalari chaqib oldi. Ya'ni meni hidam bularga yoqmayapti. Endi qayerlardadir, masalan, hozir biz Farg'ona viloyati qayerdamiz? Kirgilidamizmi? Kirgili bas Turvatdamiz. Ha, Farg'ona viloyati Turvat ekanmiz, qadrdonlar. Turvat qishlog'ida. Toshloq, xullas, tushundilaring. Toshloq rayonidamiz. Shu yerdan olib ketadigan bo'lsangiz, mana arini holati, hamma yo'qlarini bemalol kelib ko'rishlar ham mumkin. Paket holati 420 ming so'm ekan. Endi agar dastavkasi bo'ladigan bo'lsa, Buxorodir, Samarqanddir, balki Qoraqalpog'istondir. Endi aqini telefon orqali gaplashib, dastavkasini kelishib olaverasizlar. Imkon qadar bizga krupniy, masalan, hammasini oladigan odam bo'lsa, yana yaxshi. Ko'p miqdorda olsa, qo'l ham tez bo'shaydi. Endi agar qiziquvchilar 1 semya, 2 semya boqaman deydiganlar bo'lsa, ular ham aloqaga chiqarsin. Ularga imkon qadar qo'yib beraveramiz. Nima qidirsiz tog'a? Tepasida to'shay yo'q. Ha. Mana. Voyda, ana. Bunaqalari ham yo'q bas mana. Tepasiga mana ishlab tashlagan. Shu mom bersangiz yeyman deyapti, sirazi qo'yaman deyapti. Mana shu asal bo'lishi kerak. Mana tatib ko'raylik bitta. Qani? Karboshga turibdi, lekin u darajada qiyom berilgan yo'q. Endi hali havo aynigan kunlarda berildi-yu, lekin unaqa zablab berilgan yo'q. Hozir asalni mazasidan ham bilinaveradi. Xullas, ovqat berilganini bilmaganlar uchun aytishim mumkin. Tashqarida ovqat kam bo'lsa, arin rivojlanishi uchun beriladi. Xullas, shakar qilon qiyom qilib beriladi. Bu asal oladigan sezon paytida berilmaydi. Sababi shakar bilan asal aralashib qolib, xullas, o'rischa qilayotganda poddelka tushib qoladi. Voy ba, dahshat. Xullas, hozirgi payt tashqarida agar asal kam bo'lsa, ovqat berilsa, salqin havoda ari tez rivojlanib oladi. O'sha biz O'rta Osiyoda odat bo'lgan paxtani gulida, yantaqni guligacha ari tiklanib oladi quvvatini. Mana uni ham qaranglar mana. Diafragmani bag'ida. To'siqni bag'ida. Asalarchilar aqli yetadi bunga. Mana to'siqni bag'ida turib, bunaqa ishlayib olyapti. Mana. Bu shuni chalpay bersa sirasi tortadi tog'a. Ha, chalpay berish kerak edi-yu endi. Sotadigan payt yo'q. Qadrdonlar, batafsil qo'yib borgani, sizlarda hozir aytganimdek, ustimdan yomon hid kelyapti. Xudo xolasa bir kuni asalari haqida отдельный bir video qilamiz. Meni tog'alarim hammasi asalarichi, sababi meni opoqim ham asalarichi bo'lgan. Men 2008-yili tog'amni asalarichidan olib borib boqqanman. Shundan beri uyimizda asalari bor. Bir yilimikin polni arimiz o'lib ketdi. Nima sababdan o'lganini bilmadi, lekin o'lib ketdi. Baribir sirazi tog'am bizga asalari berdi, yana yilga daromad bo'lib qoldi. Uyga yetadigan asal bor. Ha. 6 ta romkali. Aris sig'may qolibdi tog'a. Bu alohida semya, bu alohida semya mana. Hop, bitta yashida 4 ta semya bo'ladimi shunda? Bularda 4 ta semya. Yog'isiga
oltita ham sig'maydi. Mana. Mana shular bakvas bo'lishi kerak yo. Qarisi qarni ko'sakuli. Xo'p, qadrdonlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar, bo'lmasa videomizni vaqti ko'payib ketyapti. Xullas, kuzatib borish charchamanglar. Asalni ko'rib yegilan kelgan bo'lsa, o'sha yaqin atrofdagi asalchilardan asal olib yeb oringlar. Yana kinna bo'lib meni qonim orib olmasin. Qadrdonlar, hammalarning sog' salomat bo'linglar. Tanjonlar sog' bo'lsin, kuzatib borish charchamanglar. Podдержка uchun bitta laykni bosib ketinglar. Xullas, bugun asalchi bo'ldik. Ertaga yana usta bo'lib qolaveramiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Bay. Dahshat ekan. Zo'r. Mana. Dahshat bas zo'r. Men ushamay. Chiroq qolmas.